Davom etamiz. Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyati axborot kutubxona markazida 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan Ona tilim g'ururim, iftixorim nomli adabiy badiiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida so'z olgan mehmonlar o'zbek tilining qadimiy ildizlari Alisher Navoiy ijodidan to hozirgi zamon ziyolilarigacha bo'lgan til fidoyilarining xizmatlarini birma-bir yodga olishdi. Shuningdek, bugungi kunda yoshlar ijodida uchrayotgan imlo xatolar, internet tili, qisqartmalar va so'zlashuv madaniyatiga ham alohida e'tibor qaratilishi lozimligi ta'kidlandi. Tilga e'tibor, millatga e'tibor ekanligi aytilib, bugungi yosh avlod vakillari ham o'z ona tilisiga hurmat ruhida kamol topishi, sof o'zbek tilida suhbatlashishlari haqida fikrlar bildirildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali, Jizzax davlat pedagogika universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi, Milliy gvardiya Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi, 16 va 6 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablari, Jizzax viloyati arxiv ishi boshqarmasi, Sambram universiteti hamda kitobxonlar klubi hamkorligida tashkil etildi. Kecha davomida talabalar va maktab o'quvchilari tomonidan vatanga, ona tiliga bag'ishlangan she'rlar o'qildi, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Ayniqsa yoshlarning mahorat bilan aytgan til millatning ruhidir mazmunidagi sahna chiqishlari tadbir ishtirokchilarida katta taassurotlar qoldirdi. Biz o'sha Jizzax viloyati Milliy gvardiya boshqarmasidan tashrif buyurdik. Tadbirimiz juda madaniy saviyada o'tdi. Biz bugungi tadbirdan o'zimizga tegishli bilimlarni ustozlarimizdan o'rgandik. Til haqida, millat haqida va yana bugungi tadbirimizda natijasida biz muddatli harbiy xizmatchilar shu tilga e'tibor, elga e'tibor mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Shu ustozlarimiz bilan ham suhbat bo'ldik. Ustozlarimizga kattakon rahmat. Ona tilimiz muqaddas. Bu muqaddas tilda e'zozlash hammamizning burchimizdir. Tadbir yakunida mazkur badiiy kechada faol qatnashgan ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan tashakkurnomalar hamda badiiy kitoblar taqdim etildi. Bu esa nafaqat e'tirof, balki yoshlar uchun yanada katta ilhom manbai bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Til bu millatning ruhi, yuragi hisoblanadi. Biz til orqali tariximizni, madaniyatimizni anglab yetishimiz mumkin. Viloyat kutubxonasida Til millat ko'zgusi nomidagi bayramimizga ishtirok etdik va biz bu o'tkazilgan bayramdan o'zimizga kerakli xulosalarni chiqardik. Ushbu bayramda turli xil ma'ruzalar, kitoblar namoyishlari o'tkazildi va biz bundan anglab yetishimiz mumkinki, til nafaqat aloqa vositasi, balki bizning milliy g'ururimiz, ruhimiz hisoblanar ekan. Darhaqiqat, bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ona tilimizga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamlaydi. Chunki til shunchaki aloqa vositasi emas, u xalqning yuragi, qalbi va tarixidir.